Muammoning sababi. Siz ishonmasangiz ham haqiqat haqiqatligicha qolaveradi. Ba'zan baxt uchun hatto o'zingiz bilan ham kurashishingizga to'g'ri keladi. Birgina urinishdayoq vaqt sarflanishi to'g'risidagi savolga aloqador bo'lgan har qanday holatni aniqroq tushunish maqsadida tajriba o'tkazish uchun yakkaxon holatni tanlashim kerak. Men faqatgina birgina holat bilan ishlay olishim mumkin. Bu o'rtacha bir holat bo'lishi mumkin emas. Chunki hech bir kishi o'rtacha, odatiy bo'lmagan singari hech qanday o'rtacha holat mavjud emas. Ya'ni har bir kishi va ularning holati o'zgacha va takrorlanmasdir. Lekin men ofisda ishlaydigan, ish soati ertalabki 9 dan kechki soat 18:00 gacha bo'lgan uy eshigi oldida to ofis eshigi tagiga borgunga qadar, shuningdek qaytishda ham shuncha vaqt sarflaydigan kishining holatini oladigan bo'lsam, bu keltirilgan faktlar oshkor qilgani kabi o'rtacha holatga ancha yaqin bo'ladi. Tirikchilik uchun ko'proq ishlashga majbur bo'lgan va aksincha uncha ko'p ishlashga majbur bo'lmagan odamlar bor. Xayriyatki, hozir bizni mavjudlikning moliyaviy tarafi qiziqtirmaydi. Bizning hozirgi maqsadimizdan kelib chiqib qarasak, bir hafta kun ko'rish uchun 1 funti bor kotib Carlton House, Westminster, Londondagi millioner kabi juda yaxshi holatda. Hozirda o'rtahol, odatiy bir kishi o'z kunini rejalashtirishda yo'l qo'yadigan juda katta va og'ir xato umumiy munosabatlar ta'sirida yuzaga keladi. Bundan tushunish mumkinki, ko'p odamlar o'z kuniga yondashish usullari to'g'risida noto'g'ri tushuncha mavjud va bu ularning energiyasi va qiziqishlarini 3 dan 2 qismini zaiflashtiradi va zarar yetkazadi. Ko'p hollarda u, ya'ni bir kishi o'z ishiga nisbatan aniq bir ishtiyoq his qilmaydi. Ko'pi bilan ishini yomon ko'rmasligi mumkin. Ishini iloji boricha kech va istar-istamas boshlaydi va mumkin qadar ertaroq mamnuniyat bilan tugatadi. U o'z ishi bilan mashg'ul bo'lganida juda kam hollarda butun vujudli to'liq kuch bilan ishlaydi. Ya'ni butunlay ishga sho'ng'ib ketadi. Aksincha fikrlovchilar alamzada kitobxonlar tomonidan shahar ishchilarining obro'sini tushirganlikda ayblanishim mumkinligini bilaman, lekin men shahar hayoti bilan puxta tanishman. Shu sababli o'z fikrimda qat'iy qolaman. Shunda ham u kunduzgi soat 9:00 dan 18:00 ga qadar bo'lgan vaqtni kun deb qabul qilishda davom etaveradi va undan 9:00 dan 18:00 gacha bo'lgan ish vaqtidan oldingi 10 soat va keyingi 6 soat prolog adabiy asarning kirishi qismi va epilog adabiy asarning yakuni qismidan o'zgasi emas. Bu munosabat garchi u ogohlik bilan bo'lmasa-da qiziqishlarni va qo'shimcha 16 soatni so'zsiz yo'q qiladi va natijada bu 16 soatni bekorga sarflamasa ham shunchaki hisobga olmaydi. Buni shunchaki ortiqcha deb biladi. Bu umumiy tushuncha butunlay mantiqsiz. Chunki u kishiga shunchaki sarflash va bajarish kerak deb o'ylaydigan ma'lum bir miqdordagi vaqt va vazifalar birligiga markaziy ustunlikni beradi. Hayotining 3 dan 2 qismini 3 dan 1 qismiga tobe qilib qo'ygan va o'sha 3 dan 2 qismiga tan olish kerakki, umuman qiziqishi bo'lmagan odamni qanday qilib to'laqonli yashay olishiga umid qilishimiz mumkin. Bu uning qo'lidan kelmaydi. Agar men bilgan o'rtahol odam hayotini to'laqonli yashashni xohlayotgan bo'lsa, u o'z miyasida bir kunni haqiqiy bir kunday 9:00 dan 18:00 gacha emas, rejalashtirib olishi shart. Bu 2 kun kattaroq Xitoy qutisi ichidagi yana bir Xitoy qutisiga o'xshatish. Ertalabki soat 6:00 da boshlanishi va kechki soat 22:00 da tugashi kerak. Bu 16 soatga ega bo'lgan bir kundir va bu 16 soatlik kunda u to'g'ri kelgan ishini bajarib ketavermaydi. Aksincha, o'zi va do'stlarining ruhi va tanasini rivojlantirish bilan band bo'ladi. Bu degani 16 soat davomida u bo'sh bo'ladi. Pul ishlab topuvchi emas yoki umuman pul topish bilan ham band bo'lmaydi. Shunchaki shaxsiy kirimi bor kishi singari yaxshi holatda mana qanday bo'lishi kerak. Uning munosabati eng muhimi ham ana shu aslida. Uning hayotidagi yutug'i, uning mol-mulki va unga to'lanadigan soliqdan ko'ra anchaga muhimroq. Aynan shunga bog'liq. Siz bu 16 soatga berilgan bor energiyangiz biznesingizga beriladigan 8 soatning qadrini tushuntirib bera oladi, deysizmi? Hech ham unday emas. Aksincha, bu kafolatlangan ravishda ishga sarflaydigan 8 soatingizning qadrini oshiradi. Men bilgan o'rtahol kishi o'rganishi shart bo'lgan yana bir asosiy narsa shuki, inson aqliy qobiliyati uzoq muddatli og'ir ishlarni bajara olishga qodir.
oyoq yoki qo'li kabi charchab qolmaydi. Kerak bo'ladigan yagona narsa bu quvvatlantirish, dam oldirish emas, uyqudan tashqari albatta. Men esa endi o'sha o'rtahol kishining uyg'onganidan boshlab butunlay o'ziniki bo'ladigan 16 soatni band qilishda qaysi usuldan foydalanishini o'rganib chiqaman. Men shunchaki u qiladigan va qilmaydigan ishlarni ko'rsatib o'taman. O'z takliflarimni esa xuddi ko'chmanchilar o'rmonga joylashishidan oldin o'z hududini daraxtlardan tozalagani kabi ham tozalab bo'lganimdan keyin keladigan vaqtga qoldiraman. Unga nisbatan adolatli bo'lish aytishim kerakki, bunday odam ishga ketishdan oldin deyarli bekorga vaqt sarflamaydi. Ko'p xonadonlarda erkaklar aslida ham soat 8:00 da o'rinlaridan turadilar va 8:10 da nonushta qilib o'qday uchadi. Lekin birdaniga hali charchashga ulgurmagan aqliy qobiliyatlari eshigini yopib qo'yadi va ular bilan aloqa uzilib qoladi. Bekatgacha aqliy koma holatida boradi. Yetib kelgandan so'ng odatda jamoat transportini kutish kerak. Jamoat transporti kompaniyalari puldan-da qadrliroq bo'lgan vaqtlarni o'g'irlayotgan bir paytda siz yuzlab kishilarni erta tongda chekka bekatlarda jimgina metro poyezdini kutib turishlarini ko'rishingiz mumkin. Shu sababli ham har kuni 100 minglab soatlar bekorga yo'qotilyapti. Chunki men bilgan o'rtahol odam hech ham vaqtini bekorga sarflamagandek, uning oldini olish uchun ehtiyot choralarini ko'rish haqida juda kalta o'ylaydi. Unda har kuni sarflash uchun juda qattiq vaqt tangasi bor. Suveren deyavering. 1817-yildan to 1914gacha foydalanishda bo'lgan 1 funtga teng tanga. U buni ayirboshlashi kerak va bu jarayonda juda katta yo'qotish qilishidan nihoyatda mamnun. Ayirboshlashayotganda kompaniya unga suverenga almashtirib beramiz. Faqat buning uchun siz 3.5 penni berishingiz kerakligini so'ragan deb faraz qilaylik. Men bilgan odam nima degan bo'ladi. Lekin bu temir yo'l kompaniyalari undan kuniga 2 marta 5 daqiqadan vaqtini o'g'irlab olishi bilan barobar-ku. Siz daqiqalar haqida tortishyapsiz deyishingiz mumkin. Ha, men xuddi shunday qilyapman. Keyinroq hammasini tushuntirib beraman. Hozir iltimos, marhamat qilib chiptangizni olib transportga o'tirsangiz.